SN Investga yangi pnevmatik stelka partiyalari yetib keldi. Turkiya davlatining O'zdekan firmasida ishlab chiqarilgan 4 qatorli va 6 qatorli pnevmatik stelkalar yetib keldi. Bu stelkalarimiz diskli bo'ladi. Bemalol kesakli joyda ham eksangiz bo'ladi. Makkajo'xori, paxta, chigit ko'p maqsadli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli. To'liq video obzorini YouTube kanalimizga joylaganmiz. Bemalol SN Invest YouTube kanaliga kirib, to'liq video obzori bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Telegram gruppamizda ishlagan videolardan ham bor. Ko'p mijozlarimiz juda ham yoqtirib xarid qilishgan. Bizda qolmaganda, anchadan beri mijozlarimiz kutishayotgandi. Bu pnevmatik stelkamizning hozir kundagi narxi 178 million so'm. Ko'p joylarda 190, 195 million sotilayotgan bir vaqtda biz yangi pnevmatik stelkalarimizni 178 million qilib belgiladik. Xudo xohlasa tez kunlarda SN Invest boshqa filiallarga ham yuboramiz. Filiallardan olsangiz ham albatta chegirmalar bilan qilib beramiz. Toshkent narxi bilan bir xil. Xudo xohlasa sifati zo'r, sifatiga javob. Bemalol lizingga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Boshlang'ich 25-30% to'lov qilsangiz 3 yilga har 6 oyda bir, xohlang har 3 oyda bir foizini kamaytirib qilib beramiz. Boshlang'ich 50-60 million pulingiz bo'lsa, 1-3 kun davomida olib ketsangiz bo'ladi. Hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling va o'z pnevmatik stelkangizga ega bo'ling. Barchangizga rahmat. Ha, aytgancha, yangiligacha ulgurib qolsangiz, katta-katta chegirmalar ketmoqda.